Hop, assalomu alaykum. Biz Sergelidagi obyektimizni universitet qiluvchi qilib bitkazdik. Xudo xolasa obyektni topshirish jarayoni bo'ldi. Hop, sizlarni birma-bir qilingan ishlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda kirilishda stroyniy shkaf bo'ldi. Uning ichiga biz elektroshet va hokazo internetlarni joylashtiryapmiz. Hop, kirganda chap qo'lda o'zini sanozili. Общий sanozili zabit. Bu bizada umumiy sanozil shu kabinasi. Ishdan kirganda to'g'rimizda bolalar yotoqxonasi, детский spalni. Bu yog'imizni ham interyer bilan birga bir qilib ishlandi. Hop, bizda birinchi qavatimizda общий studiya ko'rinishida bo'lgan. Mana kuxnyamiz. Bu yerda o'zimiz stol stuli bo'ladi, dumaloq. Va TV zona. Bu yog'imizda bizda TV zona, bemalol o'tirib, kino ko'rib, dam olsa bo'ladigan joy. Hop, bizani bu obyektda bizani eng fishkali joylari, bu joyimiz 100 kvadrat maydonni tashkil qilgan. Biz zakazchik mijozimiz bilan gaplashib, spalni родительский общий yotoqxonani tepaga joylashtirishni maslahat berdik. Ruxsatini olib, tepani yotoqxona qildik biz. Bu narsalar yo'q edi bu zonada, ikkinchi qavatli yo'q edi. Biz o'zimiz maslahat berib, inson proyekt bilan gaplashib, ishlarni qilib berdik. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Bitta yaxlit yotoqxona. Родительский spalni. Hop, bitta televizori bor, TV zonasi. Uni orqasidan unumli foydalanib biz garderobni ham qo'ydik. O'nli garderoblar bu yerda joylashgan. O'ynalarni ham o'zimiz ruxsat olib ochtirib, hammasini ishlab berdim. Tepada o'zini alohida sanuzili. Tushganimiz. Obyektimizning eng tepa qavatdan ko'rinishi. Kimga shunaqa sifatli qurilishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' salomat bo'ling.